xullas xiyonat Santa Barbara haqida gaplashamiz. Shunaqa Santa Barbara bo'lgan Rossiyaga Sankt Peterburg shahrida bizlar jo'ram bilan kvartiraga yashardik. 2 xonali, bitta uyni biz olganmiz. Bitta katta uyni 2 oy er-xotin olgan. Qarshi ularning ishi shunaqa tushgan, bunisini xotini bilan bunisini eri tushadi, kunduzi ishga bo'ladi, bunisini eri bilan bunisini xotini kechasi ishga bo'ladi. Xullas kamon bir kuni kelyapman, shoshilib tualetga kirishim kerak. Endi hammom bilan dushxona bilan tualetni nimasi bitta eshigi. Kelyapman, yopiq, taqillatyapman, kutyapman. Keyin chiqdi mushuk. Ha dedi, o'zi kiraman dedi. Yana ichkariga odam bor. Undan so'rayapman, ichkariga kim bor? Aka dedi, to'risini aytaymi dedi, o'sha xotin. U dedim, sen o'zi eding-ku, qanday u? Men tushunmadim. Aka endi shunaqa bo'lib qoldi, bu yoq eriga aytmang, iltimos, keyin xotin ham chiqdi. Beti qizarib chiqdi, akajon, uyim buzilmasin aytma. Xo'p dedi. Keyin bir kun, 2 kun endi xiyonat qilyapti. Bir tarafdan endi salom alayk bor, shanba, yakshanba osh qilamiz, birga hammamiz o'tiramiz, bular bir-biri bilan yaxshi. Bunisini eri bilan ulfat, aroq ichadi, bu yoq qiladi. Bunisi ikkita xotin bir-biri bilan chaqchaq g'iybat qilib o'tiradi. Xullas, bir kuni kechasi boshxonaga chiqyapman, suv ichaydi. Qarasam, bular bu boshqa er-xotin bunisini xotini bilan quchoqlashib o'tiribdi. Yo'q, tufayman dedim. Buni ko'rib qoldim, yo'q dedim. Eshikni yopdim, bular endi ko'rdi, men ko'rganimni. Keyin chiqdi, "Ukajon" dedi, bu yoq aytma buni eriga, endi u xotin ham chiqqan. Aka, bu yoq aytmang erimga, uyim buzilmasin. Bular ham shu gapni aytayapti, kulgim qistyapti-da. Bunisini xotini bilan yuribdi, bunisini xotini bilan yuribdi-da. Bular o'sha Santa Barbara. Billar deyapman, bir qanaqa odam bular deyapman. Hammasi bitta shahardan, endi qaysi shaharligini aytmayman. Vaqt qo'ydi. Billar deyapman, qanday qilib yuz shunaqa shunaqa halinqi bir-birini xotini bilan yuribdi, lekin birga yana aroq ichib o'tiradi, yana salom alayk qiladi. Qanaqa odam bo'lishi mumkin-da? Hech o'zimga sig'dira olmadim-da. Yo'q deyman. Buni qarangki, bu zino qaytadi dedi-ku, mana. Shu sekundga qaytyapti-da. Oldin 40 yilga qaytsa, hozir 40 sekundga qaytyapti-da, 40 minutga qaytyapti. Bunisi bilmaydi bu buni xotini bilan yurganini. Bunisi o'zini xotinini bilmaydiki, bunga zino nima xiyonat qilib yurganini-da. Bir-biri to'rtov ham bir-biriga xiyonat qilib, bitta kvartiraga, bitta dasturxondan yeb, ichib, uxlab yuradi-da. Bu endi musofirga kelib, bu yaxshi ish emas deb o'ylayman-da. Endi ne только musofir. Любой joyda endi mumkin emas bunaqa qilish, lekin shunaqa odamlar ham bor ekan-da. Ham odam shu bilib, yo'q qilmaslik kerak deb o'ylayman-da. Shunga hayronman. Aytganim yoqqan bo'lsa, endi bu gap hammaga ham yoqmaydi. Bitta like, bitta podpiska bosib qo'yinglar, xursand bo'lardim. Bundan ham qiziq bo'lgan voqealarni gapirib beraman. Taksirga har xil voqealar bo'ladi baribir. Shunga sog' salomat bo'linglar, musofirdagilar. İşlerinizde olmadı. Xiyonatdan, zinodan uzoq yuringlar.